Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. So'roqchimi, tabliğchimi? Farizimcha anjin kun meni so'roq qilishga mas'ul soqchilarning boshlig'idek qiladi. U so'roqchilarning boshlig'i edi. Oktabrning boshlaridagi bir kuni u Nurmamatni va yana bir soqchini chiqarib o'tib, meni ayrim so'roq qilib Amerika davlatimizning taraqqiyotidan ansizlikka tushdi. Amerika davlatimizni parchalamoqchi. Ularning qo'lida burun Tibet, Tayvan va Tiananmen degan uch ko'zir bor edi. Amerika bu qartlar bilan yetarlik unumga erisholmagachga 2001-yildan boshlab hozirgacha Uyg'ur qartini chiqaryotdi. Uyg'urlarning bo'lgunchiligini Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi mablag' bilan Erkin Asiya radiosi tashviqot bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Turkiston Islom partiyasi tashkiliy apparat bilan ta'minlayotdi. Ammo Amerika maqsadiga hargiz yetolmaydi. Qara, Jungo madaniyati 5000 yildan ortiq tarixga. Amerikaning tarixi aran 200 yildan oshdi. Ularning kuchi madaniyatda emas, butunlay texnikada. Texnika degan qurol, vosita degan gap. Bir millatda texnika bo'lib, madaniyat bo'lmasa, aman xarob bo'ladi. Oxirida suv iqib tosh qoladi. Davlatlar vayron bo'ladi. Qoladigini madaniyat. Tarixda nurg'un xonliqlar yo'qolib ketdi. Ammo Jungo madaniyati izchil davom qilib keldi. Uyg'urlar hozir qurol bilan madaniyat orasidagi tanlashga duch keldi. Uyg'urlar 5000 yillik madaniyat bilan 200 yillik texnika taraqqiyotining birini tanlashi kerak. Hozir dunyoda musulmon davlatlari texnikani emas, madaniyatni tanlab bo'ldi. Ular hozir butunlay biz tarafda. Ular bizning madaniyatimizning islom bilan zidlashmaydiganligiga ishnidi, dedi. Anjin kun xeli uzun so'zlaydigandek qiladi. Men uning bularni nima maqsadda da'vatganligini, mendan qandoq inkos kutayotganligini faraz qilolmadim. Ammo uning ko'ziga tikilib qarab o'ltirib, so'zining davomiga quloq soldim. Xili mashhur musulmon olimlar ko'ngizini bir payg'ambar deb qaraydi. Biz hech bir musulmon millatga iddia tarqatmaymiz, tajovuz qilmaymiz. Shunga aramizda urush bo'lgan emas. Uyg'urlarning bugungi xatoligi islom madaniyatiga mos keladigan Jungo madaniyatini emas, Amerikaning puliga, texnikasiga dum tushganligidan bo'layotdi. Uyg'urlar hozir g'arbga mansub demokratiyaga aldinib, bo'lgunchilik qilyotdi. Ular g'arbcha demokratik davlat qurmoqchi. Shu maqsadga yetish uchun Uyg'urlar terrorchilik va asabiylikka berilib ketdi. Endi Uyg'urlar uyg'onishi kerak. Butun dunyo musulmonlarga o'xshash biz tarafda turib, g'arbga birlikda qarshi turishi kerak. Uyg'urlar Amerikani qo'llab, musulmonlarning do'sti bo'lgan Jungoga qarshi chiqqachqa Xudomo yordam bermayotdi. Musulmon dunyosidami yolg'iz qoldi. Turklar Uyg'urlarni tarixdan buyon aldab keldi. Hozirmi o'zini musulmon ko'rsatib ozdiryotdi. Turkiya degan g'arb bilan musulmonlar orasidagi bir arsaldi davlat. O'zini musulmon deb olgan bilan demokratiyaga patqan. Shunga jazonxo'rlikqa, xristian diniga, fohishvozlikqa yo'l qo'ydi. Bu jihatda biz Turkiyadan bakrak islomga uyg'un, hamjinslikqa, fohishiga, g'arbcha demokratiyaga va erkinlikka yo'l qo'ymaymiz, dedi u choydan o'tlag'ach. Uning choydini bakmu aflik edi. Anjin kunning tuyuqsiz menga islomdan dars o'tishlaridan cho'chib ketdim. Ajiba, u mening namoz o'qiyotganligimni bilib qolganmidi? Yana bir turib o'ylasam, so'roq boshlangandan beri o'zini hammada ma'lumotliq ko'rsatishga xushtor edi. Burunqi so'roqlarda o'zining Uyg'ur tarixiga naqadar puxta ekanligini namoyon qilgan edi. Bugun u menga o'zining islom dinidanmi xili mukammal bilimga ega ekanligini pash qilgan bo'ldi. U oxirida Qur'on Karimdan o'zi hamjinslikqa, xristian va yahudiylarga qarshi turish ta'kidlangan deb bilgan bir qancha oyatni o'qib, ma'nosini yechdi. Men bo'lsam bir ig'iz gap qilmay, uning og'ziga ixlos bilan qarab o'ltirdim. Tabliğ so'rinlarga burunmu ko'p baratdim. Ammo
Bu qatimqisi alohida bo'ldi. Yarim kun bir Xitoydan tabliğ angladim. Bu tabliğni anglab o'ltirib, bular Uyg'urni qandoq aldashni to'liq o'rganib bo'pti, deb o'yladim. Burun Xitoylar Uyg'urlarning burniga chuluk o'tkazib yetilaydi, desa ishonmaydim. Anjinkun so'zlagan tabliğni anglab ishonmaymi amalim bo'lmadi. Chunki uning gaplari dinda bo'lg'achqa mendek musulmonni osonla qaymoqtiratdi. Şuna dinda yıllarca ilim tahsil qilgan bo'lsam-mu, siyosiy savat va dunyo vaziyatidan bexabar biri bo'lsa, uning maydoniga osonla o'tib ketishi mumkin edi. Manga necha 10 soatdek bilingan tabliğ tugab, boshqa ikki so'roqchi qaytib kirdi. Ular so'roqni qo'yib, Xitoyning istixborotda naqadar kuchli ekanligi haqida lab urushib ketdi. Ularning aytishicha, ular istixborotda musulmon anlarga xodim tarbiyalab beradigan va ularning istixborotchilari bilan hamkorlikda ishlaydigan. Bo'libmi Misr, Saudiya Arabiston, Qatar, Iran va Shanxay hamkorlik tashkilotidagi davlatlar bilan istixborot, texnika va odam almashtirib turadigan. Mening faris tili biladiganligimni anglab anjinkun Iran, Tojikiston va Afg'onistonning istixborot xodimlari va soqchilar bizning qo'limizdan chiqadi. Bu shaltoqqa tiyilmagan bo'lsang, bizga farischa biladigan odam bek lozim edi. Bu davlatlar butunlay farischa ishlatadigan emasmi? degan edi. Uning shaltoq degan so'zni to'g'ri ishlatishi Uyg'urcha saviyasining xilila yuqoriligini dalillaydi. Lyudavandagi so'roqda anjinkun necha 10 rat so'zlagan bundaq tabliğlar söz cümleleriga qadar esimda. U bu tabliğlarni birinchi qitim so'zlaganda sal hayron qolgan. Keyingi qitimda unalg'u anglagandek tuyg'uda bo'ldim. Hozir o'ylasam shirkinib ketaman. Chunki Xitoy bilan atrofliq istixborot hamkorligi bo'lgan shu davlatlarda Uyg'urlarning diniga yetakchilik qiladigan maktab, madrasa va fatva organlari bor edi. Tangirtaq qamoqxonasida dindorligi sababli tutilgan komirdoshlarim demokratiya, erkinlik va Amerikaga oid masalalarda xuddi anjinkun so'zlagan tabliğni yodlab olgandek tafakkur qiladi.